Ota-onalar qiladigan xatosi farzandi 4-5 oylikda bo'ynini tutmaydi, lekin ko'chada olib yurishadi soatlab, natijada bolani bo'yni og'rib qoladi, keyin ko'pincha yig'laveradi. Shuni oldini olish uchun uy sharoitida birgina plastinamni to'g'ri boylashni o'rgataman. Shuni agar boylaydigan bo'lsangiz, farzandingiz bo'ynini tutishiga ham ancha yordam beradi. Og'rib qolishini ham oldini oladi. Qaranglar. Birinchi mashg'ulotimiz bola yotadi. Plastinani xuddi shu holatda boylab olasiz. Sekin o'tkazasiz. Bola bu qo'g'irchoqni sizga ko'rsatib beraman. Bolaga sekin bo'yniga o'tkazib olasiz. Обязательно plastina bo'yin qismiga turishi kerak. Baravar qilganimizdan keyin o'ng tarafi chapga, chap tarafi o'ngga mana X qilib boylaymiz. Shuni boylagandan keyin sekin mana yon qismidan ko'ryapsizlar, yon qismidan sekin o'tkazamiz. Bu yoniga keyin shuni boylab qo'yamiz mana. Nega orqasiga boylamayman? Chunki bola yotganda og'rib qolishi mumkin. O'shaning uchun yon tarafiga ozgina tortib boylab qo'yamiz mana. Ikkita qilib boylab qo'yamiz. Shunda bolani ko'targaningizda ham bo'yni orqaga ketib qolmaydi, yonga, chapga ham ketib qolmaydi. Shu ushab turadi. Bundan tashqari uy sharoitida bo'ynini tutish uchun mashg'ulot tayyorlaganman. Bonusiga dumalash uchun ham mashg'ulot tayyorlaganman. Buni olish uchun menga obuna bo'lib, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Men sizga direktdan tashlab beraman.